Bugun kichkina bittimi? Ya'ni qahramon bilan futbolning savol-javob o'tkazamiz. Qani bo'lsam ketdi. Jigarlardan ham kichkina iltimos bor. Jo'da degan profillarni podpiska bosib qo'yinglar. Akam tezroq umidda bo'lishlari kerak. Birinchi savol sizga yoqmaydigan futbolchi. Bilmayman, kichkinaligimdan beri Messi yoqmaydi. Bilmayman nimaga. Messi. Messi yoqmaydi. Ikkinchi savol, hop. Ronaldo bilan Neymar uyda bir kun yashash imkoningiz bo'lganda, qaysi birini uyda yashagan bo'lardingiz? Ronaldo. Ronaldo. Easy. Uchinchi savol, sizga yoqadigan darvozabon. Menga yoqadigan darvozabon hozirgi kunda Kurtuva. Realda. Kurtuva. Yaxshi, Kurtuva. Yaxshi turyapti oxirgi payt. Hop, qahramonni sizlarga savoli. Ana endi hopsiyalar savolni men beraman. Shu общий Ronaldo bilan Messining общий o'yinlaridan sizlar ko'proq qaysi biri yoqadi? Ronaldo. Kommentariyaga yozib qoldiramiz. Hammalarga rahmat.